Xiyonat qilgan erkaklarda ko'pincha shunaqa narsa bo'ladiki, ularning ichida ikkita ayol bo'ladi, ya'ni bittasi o'zi uchun, bittasi oila uchun. Mentalitetda shunaqa tushuncha borki, oila deganda oilali ayoli uni juda ham iboli, hayoli, ota-onasiga xizmat qiladigan, uyda o'tiradigan, hamma talablarga javob beradigan bo'lish kerak deb o'ylashadi. Lekin ko'ngli umuman boshqacha ayolni xohlaydi. Ko'ngli juda yengil, zamonga mos, hamma hozirgi zamondagi ayollar nima qilsa shunaqa zo'r, takoy ayolni ikkinchi yarmi xohlaydi. Lekin bu erkak ikkalasini birlashtirib bitta ayol qila olmaydi. U mas'uliyatsizroq yondashadi, ya'ni uyi uchun boshqa bir ayolni, ko'ngli uchun boshqa ayolni oladi. Agar mas'uliyatni olsa, o'sha uyda o'tirgan ayolni ham ko'nglidagi qilib, agar pul tikadigan bo'lsa, pul sarflaydigan bo'lsa, qilsa bo'ladi. Lekin ko'pchilik buni xohlamaydi. Yo'q, ayolim unaqa bo'lishi kerak emas. Ayolim iboli, hayoli bo'lishi kerak, lekin meni ko'nglim tilida men boshqa narsa xohlayman. Meni ichimda boshqacha ayol xohlaydigan bir mavjudot bor, lekin men uni hech kimga sezdirmasdan, ko'chada bildirmasdan qilaman. Va o'sha o'zimni ko'nglimga yoqqanidekanini topaman va ko'ngil xushligim uchun ko'chada vaqtimni o'tkazaman deb qarashadi va shuning uchun xiyonatlar ko'pincha davomiy bo'ladi yoki to'xtatsa ham bir muddat xiyonat qilmay tursa ham yana qayta qilishida sabablardan bittasi, ya'ni shu hisoblanadi.